Ana hashamatu, mana hashamat. Bu yerni olsangiz haqiqiy qo'qonlik boy aka-yu, boy opalardan bo'lasiz. Videoni ko'rishni o'zida mazza qilib yuboradigan joyi. Yo'q, haqiqiy ideal taklif chiqib qoldi. Darvozaxonani o'ziga ikkita mashina bemalol sig'ar ekan. Ko'chasiga chiroyli qilib archalarni ekib, parvarishlashgan ekan. Ichkari hovlisida undan ham yaxshi turlarni ekib qo'yishgan. To'g'risi, o'zimni ham obzor davomida ko'zlarim quvnab ketdi. Xonadon undagi sharoit uchun like bosib qo'ymasangiz bo'lmasa kerak. Hammamizga kamida shunaqa joylar nasib qilsin. Niyat bizdan, harakat bizdan, natija esa Allohdan. Albatta, hamma yaxshi niyatda bo'lganlarga ortig'i bilan beradi. Ushbu koshona 10 sotix joyni egallagan, 2 qavatli, podvalli, 2 qismli qilib loyihalashgan. Butun bir katta oilani o'ziga bemalol sig'dirib yuboradi. 3 ta, 4 ta oila bu yerda bemalol yashashlari mumkin. Kelajakda aka-ukam bilan birga yashayman deganlar uchun ayniqsa mos ekanda. 10 ta xona, 3 ta oshxona, 8 ta sanuzel xizmatingizga taxt bo'lib turibdi. Ichida sauna, basseynlargacha qilib tashlashgan. Butunlay pishig'ishdan qurilgan. Remontlarni aytmaysizmi? Yangidek. Ichidagi narsalarga ham qarab to'ymaysiz. Rangiga, guliga moslab jihozlab qo'yishgan ekan. Bahri dilingiz ochilib ketadi. Zo'r tomonini aytaymi? Shu ko'rayotganlarimizni hammasi sizga qoladi. Ketsa bizdan ketsin deya uyni butunlay sizga topshirishmoqchi. Shunday kiyimlaringizni olib kelsangiz bo'lgani. Kengligini ko'ryapsizmi? O'zingizni erkin his qilasiz. Eshik romlarini ham sifatlisidan qilishgan. Wi-Fi, domofon, kameralargacha o'rnatilgan. Bunday sharoitda yana ham hayotda yashaging keladi kishi. Ikki tomonda darvozasi bor. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan bu yerda muammo bo'lmaydi. Isitish uchun vaylant отопление, konditsioner, teplый pol qilingan. Pul hamma narsani hal qilmaydi-yu, lekin ko'p narsani hal qiladi. Bu yerni olib qo'ysangiz, usti ishlatib, vaqtingizni, asabingizni ketkazib o'tirmas ekansiz. Undan ham zo'ra katta oilangiz bilan bitta uyda yashashingiz mumkin ekan. Siylay rahimni mahkam ushlab, mazza qilib yashaydigan joy ekan. Bunaqa joyni oilangizga hadya qilsangiz bormi? Inshaalloh biringizga 10 baraka kirib, undan ham katta daromadlarga chiqib ketasiz. Narxini bo'lsa 470 ming kami bor deyishmoqda. Ekranda nomerlarni qoldirdik. Bog'lanib kelishaverasiz. Bitta vositachimiz xolos. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun, narx-navoni kelishish uchun o'zlariga murojaat qilaverasiz. Manzili esa Qo'qon shahar, Navoiy Zilol to'yxonasi yaqinida joylashgan. Mahallani o'zi tinch, sokin, atrofda bo'lsa hamma qulayliklari mujassam. Maktab, bog'cha, universitet, litsey, bozorcha-yu markazlari, avtoservislarigacha bor ekan. Birinchi yaxshilikni oilamga qilaman, sharoitni zo'r qilib beraman deb yurgan yaqinlaringizga shu videoni jo'natib qo'ying.